Xo'p, mana yana bir ishimiz, ajoyib ishimiz tugatdik. Mana qoshlariga 90 fasondan qilib berganmiz. Videoni oxirigacha kuzatsanglar, qancha bo'lgan, nimalar ishlatganmiz shu haqda videomiz ketadi. Hayvonimiz ichida ajoyib fason bo'lgan, ularni ham ko'rsatib, obzor qilib o'tib ketamiz. Mana bu yoqda uyimizda aylanasiga qilib berganmizlar. Xo'sh, bu yoqlari, yonboshlari, oldi taraflari. Mana bu hayvonimizni o'zgacha fasonda mana qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Avvalgi karniz 45lik, mana bu yoqda roverda oligofondan gullarini qo'yib tashladik. Mana bu yoqda oynachalari, mana bularni qo'yib berdik. Xo'p, umumiy hisobda mana shu yerda ishlatganmiz 31 million 500 ming so'mga bitib chiqdi. Buni ichiga kiradi tunikalari, profil, shurup, trubalarni ham o'rnatib berganmiz. Mana shu yoqda ana shunaqa ishlarni qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Mana bu yoqda tillochalari, mana bunaqa o'ziga yarasha mana ko'rishlaringiz qanaqa holatda tushirilgan, har bittasi o'lchanib bir xilda tushirilgan. E'tibor qilsanglar, burchaklari ham detallarda hech qanaqa nima deydi, ko'saklar yo'q. Hammasi butun tushirishga harakat qilingan. Razmerlar bilan mana bu yoqlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa ajoyib holatda keltirilgan. Mana burchaklari e'tibor qilasizlar. Ayniqsa uyda egalaridan shunaqa narsalarga e'tibor qilsa, kim qanaqa ishlattiraman desa, shularga e'tibor qilinadi. Hamma yoq mana burchaklari bir xilda keltirilgan. Detallari mana bu to'r burchaklarga qaraganda hamma yog'i bir xilda tushib kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana buni oralariga ham tillocha qilib berdik. Bu nerjevekadan bo'lgan, oddiy tinka emas, nerjevekadan bo'lgan. Oynalari, mana bu lustralarni qo'yib berdik. Mana bu yerda lampochkalarni hamma yog'ini qo'yib berib, hamma yog'i bitib chiqishi. Hop, 31 million 500 ming so'mga bitgan. O'shaning ichiga hamma yog'i kiradi. Lisasi ham, kley ham, profil, shurubi hamma yog'i kiradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Shu ekrandagi raqamga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa shunaqa chiroyli qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Yana ajoyib ishlarimizni qo'yib boramiz bundan keyin ham. Hop, nimaki o'sha nimalar bo'lsa kommentlarda yozinglar, qanaqa chiqibdi. Savollar bo'lsa ham yozsanglar. Tushunarsiz agar savol biror nimaga tushunmagan bo'lsangiz, o'sha kommentariyalarda yozsanglar, Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.